Hammaga salom, yana sizlar bilan Bekdamiz. Bugungi video crash haqida bo'ladi. Qanday strategiya va qaysi payt ushlash, o'lish ko'rib o'tishlar bo'ladi. Xo'sh, xohlovchilar uchun 100% lik bonus bor. Hyperbetdan Beknolit promo kodi bilan o'tsanglar $2000 bonus beradi. Kimga qancha bonus, hammaga har xil bonus beradi. Kimga qancha bonus berganini kommentariyada yozib ketsanglar bo'ladi. Xo'sh, unda o'yinga qaytamiz. Crash. Aytgancha depozitimiz 200 ming so'm. Hyperbet Contours. O 1.04. Ketdi 20 ming so'm. Qo'ldan kelgancha balans ko'tarishga harakat qilamiz. Vah, portladi. Bitta kutamiz, shunaqa katta koeffitsiyentda portlagandan so'ng. Portlaydimi yana? Ya, bosmagan paytim uchib beradi. Katta orqasidan 50 ming risk qilaman. Balans o'qib ketsa ham, yutsak ham video YouTube'ga joylanadi. Davay, 2% bor. 2% bor. 5'te uçup gitti. Davay, chalg'itish uchun 3000 ga bosamiz. Вот, portlab ketdi katta koeffitsiyentda. Kutamiz endi bitta. Kutamiz. Bundan keyingisiga bosaman. Portlaydimi? Voh, 3'ta 3. Bunaqa sondan keyin normalniy koeffitsiyent chiqib berish kerak. Ya ket yana bitta risk. Bu o'yinda azartga berilmasligi kerakki va katta summa depozit qilib buni o'ynamaslik kerak. Tavsiya bermayman umuman. 10 5 ushlayman. Zo'r. Voy, 10 ham chiqdi. Ketdi orqasidan yana bitta risk. Ya, oldida 1.07 da bu payt chiqib berish kerak. Normalniy koeffitsiyentga. Yo'q. Ketdi. Ketdi. Stop. Xo'sh, video uzilib qoldi. Endi boshlayman. Nechaga chiqadi bu? Taxminan 10 gacha chiqsa kerak. Uzoq o'xshamaydi unda. Yaxshi. Bu payt kamida 2% chiqib berish kerak. Ketdi. 2% chiqib berish kerak. Zo'r. Уже mana 5% ga ham chiqdi pashti. 3000 dan bosib chalg'itamiz.
Ot mana 2'de usholmasdan baribir. Ketdi. Risk yana. Birda uchib ketdi. Orqasidan uchib bersa kerak yana. Biro 50 ushayman. Ot mana. Ot mana. Hozir 2ni kutganimda ketdi 20 ming. Nechaga chiqadi bu? 10 ni ushaymizmi? 10 ga chiqadimi? Davay. Davay 10. Boron. Уже videomiz ham 6 minut bo'lib qopti. Voy, 100 ga chiqadimi bu? Balansi 500 ming qilaman, to'xtataman. Bro 50 ni ushayman agar 3 bersa. Ya bro 12. Ketdi 70 ming risk. Üç bormi? Zo'r. Do'stlar, videoni shu joyda to'xtataman. Shu 500 ming pulni Telegram kanalimda 10 ta odamga tarqatib yuboraman. 50 mingda. Telegram kanalini qayerdan topamiz desanglar, Telegram kanalini mana shu joydan topsanglar bo'ladi. Mana shu joy bosib va mana Telegram ustiga bitta bossanglar kirib ketadi. Hammaga rahmat. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun sog' bo'linglar.